Hal uncha-munchasini duxu etmaydigan Haval 89 ga ideal qilib 4-paketli propan stanoklar berdik. Qanaqa jihozlar qo'yilgani va qanaqa balon qo'yilgani qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Buni motori jiday bo'lgani uchun bunga idealni yuruz berish uchun Alex Idea blogidan foydalanganmiz. Farsinkasiga keladigan bo'lsak, Barakuda Polsha farsinka bilan ustanovka qilib berganmiz. Reaktorga keladigan bo'lsak, R02 DP reaktorlar bilan ustanovka qilib berganmiz. Polsha brendiga tegishli. Bu mashinaga bemalol ot kuchiga yetkazib berish uchun qo'yiladi. Hech chiqarmaslik uchun vagon ishlangan hamda terma trubka bilan ustanovka qilib berdik. Ko'rib turganlaringdek, bu gavdasi bahaybat, bunga ideal qilib 73 talik balonni joylab berdik. Turish holatiga baho berishingiz mumkin. Sizda shunaqa bahaybat mashina bo'lsa, benzin rasxod bilan o'ylanib yurgan bo'lsangiz, sizga ham ideal qilib propan stanovka xizmatimizni taklif etamiz. Metan propan bo'yicha xizmatlar bo'lsa, pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib kelishlar mumkin.